Men Ahmadjonova Muyassar Mutallovna o'qituvchi bo'lganman bolam. 35 yil, 36 yil davomida, lekin shu nima davomida balki bu charchoqmi, balki nima deydi, bee'tiborlikmi, anchagina dardlarga yo'liqdim va nihoyat bir kun doktor Ali ko'rsatuvini televizorda ko'rganimdan keyin xuddi shu doktor Ali choyini ichsam tuzalaman degan g'oya tug'ildida, shu bilan doktor Ali choyini icha boshladim. Ichsam menda yengillik paydo bo'ldi. Menda oshqozon osti bezida shamollash bor edi, yurak qon tomir kasali bor edi. Qo'yingki, oyoqlarim yura olmasdi. Avvalambor Xudo bilan. Qolaversa, mana shu yerda ishlayotgan, faoliyat ko'rsatayotgan doktorlarimiz tan joylari sog' bo'lsin. Men shu dorini olib, mana bugun yana aksiya ekan yetib keldim. Shunday ichish kerakki, niyatni yaxshi qilib Allohdan so'rab ichish kerak degan shior mana shior.